Assalomu alaykum. Qadrli obunachilarimiz, xo'p. Kanizli darvozamiz mana xudo xolasa kirafetga tayyor bo'ldi. 1.8 bo'lgan. Kvadratni 800 ming so'mdan chiqarib beryapmiz mana darvozamizni. Bunisi mana shtampovka darvozamiz. Hop, darvozamizni profili 1.5 bo'lgan, listi 1.3 to'yning 650 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. Bunisi kvadratini mana framuga mana aslida qanaqa bu yerda mana kraskaga tayyorlash jarayoni shpakletga qilingan, germetga qilingan darvozalarimiz 550 ming so'mdan. Buni profili 1lik, listi 1.3 bo'lgan. Hamma darvozamizni tayyorlash uylari bo'ladi. Bunisi mana ruchnoy fasonimiz. Bunisi 1.300 ming so'm kvadrati. Hozir bu orqa ko'rinishi bu. Old tarafini tayyorlab qo'yganmiz kraska sepishga. Mana orqa tarafi. Bu darvozamiz 09 listda bo'lgan, 1lik profilda bo'lgan. Bu darvozamizning kvadratini 450 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. Kraskalari bilan bo'ladi. Hamma darvozamiz ustanovka dastavkasi vodiy bo'ylab bepul. Zamboyini yaxshisidan qo'yib beramiz. Kraskamiz toza kek sepiladi. Xohlagan svetlarni ham sepib beraveramiz. Kimgadir kerak bo'lsa 91 677 56 66 nomerlarga aloqa chiqib olasizlar. Vodiy bo'ylab ustanovka dastavkamiz bepul.